Aziz o'quvchi, biz eng ko'p foydalanadigan ijtimoiy tarmoqning muhim qismlaridan biri bu elektron xabarlashishning xat orqali muloqot qilinishidir. Foydalanuvchilar o'zaro muloqot qilish uchun bir qancha dasturdan foydalanishlari mumkin. Ulardan eng keng tarqalgan usullardan biri email, ya'ni elektron pochta hisoblanadi. Email dasturi orqali xabar yozilishi, fayllar biriktirilishi, elektron xabarni qabul qiluvchi tanlanishi va xabar yuborilishi mumkin. Elektron xat qabul qiluvchi ham buning teskarisini amalga oshirishi, ya'ni elektron xabarni o'qishi, biriktirilgan faylni yuklab olishi va elektron xabarni kim yuborganini ko'rishi mumkin. Elektron pochta xizmatining afzalligi shundaki, elektron xabar jismoniy manzilga emas, insonga yuboriladi. Elektron xabar foydalanuvchi aslida emaildan foydalanayotgani yoki yo'qligidan qat'iy nazar aniq manzilga yetkaziladi. Foydalanuvchi qayerda bo'lishidan qat'iy nazar elektron xabarni istalgan kompyuterda ochishi mumkin. Elektron xabar yozishda nimalarni hisobga olish kerak ekanini yodda tuting. Auditoriyangiz vakillari kimlar ekani, ularning sizga munosabati qandayligi, siz yuborgan elektron xabar siz haqingizda qanday taassurot uyg'otishi. Tarmoq axloqi atamasi ingliz tilida netiquette so'zining o'zbekcha tarjimasi bo'lib, u internet so'zidagi net hamda etiquette so'zlarining birlashmasidan hosil qilinadi. Amal qilish lozim bo'lgan ayrim umumiy qoidalar esa quyidagilar. Internet foydalanuvchilarini haqorat qilish mumkin emas. Siz samimiylikni saqlagan holda boshqalarning fikr va qarashlarini ma'qullamasligingiz mumkin. Spam tarqatmang. Postlaringizni aniq qilib yozing. Ushbu postlar hamma uchun ochiq va doimiy ekanligini, uni bo'lajak ish beruvchi, ota-onangiz, do'stlaringiz, kelajakda farzandlaringiz kabi insonlar o'qishi mumkinligini yodda tuting. Mualliflik huquqiga ega bo'lmasangiz, himoyalangan materiallarni post qilmang. Aks holda mualliflik huquqiga egalik qiluvchi shaxs tomonidan javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Elektron xabar mualliflik huquqi haqidagi qonunni buzishi mumkinligi hayratlanarli holat, biroq fotosurat, video, matn va musiqa yaratilgan vaqtdan boshlab mualliflik huquqi bilan himoyalanadi. Paket analizatori, paket iskovchi, dastur tarmoq analizatori, simsiz analizator va boshqa nomlar bilan ataladi. Paket analizatori ma'lumotlar paketi tarmoqda harakatlanayotganda ularni tutib qolishga qodir kompyuter dasturi yoki qurilma. U ma'lumotlar paketidagi maydonlarning qiymatini topish va kontentni tahlil qilish uchun ma'lumotning kodini ochishi mumkin. Transport Layer Security, ya'ni transport qatlami himoyasi protokoli. TLS, SSLning evolyutsiyasi. Email yo'nalish bo'yicha joylashgan serverda emas, balki serverlararo harakat yo'lida ushlab qolinmasligini ta'minlash maqsadida foydalanish mumkin bo'lgan usullardan biri hisoblanadi. Spam. Spam xabar. Qabul qilishni xohlamagan elektron xabar. Ko'pincha bir xil xabar email orqali ko'p foydalanuvchilarga yuboriladi. Spam yuboruvchilar spamni tarqatish uchun o'zlari to'plagan elektron pochta manzillaridan iborat ro'yxatni tuzadilar. Spam bilan kurashishda yordam beradigan maslahatlar esa quyidagilardan iborat. Biror veb-saytda ro'yxatdan o'tayotganingizda elektron xabar yuborilishiga rozi ekaningizni bilish uchun shartlar bilan to'liq tanishing. Tanlashingiz yoki rad qilishingiz mumkin bo'lgan belgini toping. Qabul qilayotgan har qanday marketing xabarining quyi qismidagi unsubscribe, ya'ni obunani rad etish funksiyasidan foydalaning. Email akkauntingizda mark as spam, ya'ni spam sifatida belgilash funksiyasidan, shuningdek block senders, ya'ni yuboruvchilarni bloklash funksiyasidan foydalaning. Parolingiz himoyalanganiga ishonch hosil qiling. Antivirus dasturingizda yaroqli holatda ekanini tekshirib turing. Demak, internet xizmatidan yakka va guruh muloqoti uchun ham foydalanish mumkin ekan. Elektron xabar bir zumda uni qabul qiluvchi shaxs pochta qutisiga kelib tushadi. Bu esa aloqaning haqiqiy tezligi foydalanuvchi emailini qanchalik vaqt oralig'ida tekshirishi va o'qishiga bog'liq. Web brauzer bu World Wide Web sahifalarini ko'rishga imkon beruvchi dasturdir. Qidiruv tizimi kalit so'zga mos ravishda qidiruvni amalga oshiradi. Fotosurat, video, matn va musiqaga tegishli mualliflik huquqi ular ishlab chiqilgan vaqtidan boshlab muallifga tegishli hisoblanadi. Spam bu sizga yuborilgan keraksiz xatlardir. Aziz o'quvchilar, bugungi darsda sizlar bilan elektron xat orqali muloqot qilish ko'nikmalarini o'rgandik va barcha xavfsizlik talablariga rioya etgan holda darsda o'rgangan bilimlaringizni mustahkamlab borishni unutmang.